Ona mehmon keldi, qarab oring. Kim ekan bolam? Farzandlaringiz kelishibdi ona. Mana bunaqa farzandlarim yo'q. Farzandlarim allaqachon oqqa bo'lganman. Adam rahmatli o'tgandek haqiqatda hovli huvillab qoldi. Uyni sotaylik ona. Akam to'g'ri aytyaptilar. Xolisiz akamnikida turasiz, xolisiz menikida turasiz. Ikkita uyda turasiz onajon. Qolgan narsalarni qachon olib ketasizlar? Aka dom olganmiz. Sal paratga qo'yaylik, keyin olib ketamiz. Bugun choyxona mana yaramaydi. Lochin firmasi go'sht mahsulotlarini qilib stolga qo'ymoqchiman. O'rtoq, yig'ib oldim hammasini. Qara. Mana butun O'zbekistonda trend bo'layotgan ziraligingdan ham qo'shganmisan? Xafa bo'lmang, keldingizmi har kun janjallashamiz. Ukamnikiga borib tura qoling 1-2 kun. Xo'p bolam. Ona nima keragi bor? Har doim ming'ir-sing'ir qilaverib, kelingiz bilan urushib. Shu okamni ham tinch qo'ymaganingizda sizni qayda borganda? Uzr bolam. Qariganimda hammalarga yuk bo'lman. Onam ham yoshi o'tgandan keyin boshi aylanib yurgandir, aylanib ukam borar. Yo'g'i 2 kundan beri bormayapti. Ha, borib qolar. Bergan sadaqangiz qabul qilsin. Allohu akbar. Ya, ona. Men tanidingizmi, sizlar uydan sotib olgan edim, adashmasam. Tanidim bolam, tanidim. Siz bizani uyga sotib olgandan beri meni halovatim yo'qoldi bolam. Unaqa deyapsiz, ona. Farzandlarimni tinchligini ko'zlab, ko'cha-kuyda yotib yuribman bolam. Yaxshi ko'rishaylik. Onam shuncha payt turdi, yetar. Chaqiring, olib ketaman onamni o'zim uyimga. O'g'il bola, onani xo'rlashdan oldin o'ylash kerak bu narsani. Har bitta insonning bitta onasi bo'ladi. Men o'zim onamni berib qo'yish niyatim yo'q sizlarga. Sog' bo'lgin. Kommentariyada fikrlarni qoldirsanglar juda ham xursand bo'lardim. O'rtoqlar, sizlar uchun Lochin kalbasi mahsulotlarini reklama qildi. Bemalol xudo xolasa 12 viloyatdan ishlaydigan biznesmenlar bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz. Birinchi qo'ldan o'zingizlar xarid qilsanglar bo'ladi. Rahmat, telefon qilishni kutamiz.